Kelivering Botir aka, agar bugun ham mana pitsa mavzusida kelmasangiz kelivering. Mana pitsa qilyapman, lekin bu klientnikida kelib. Assalomu alaykum hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Kuni kecha biz Abdullajon bilan futbol mavzusini boshlagan edik. Agarda O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida birinchilikni qo'lga kiritadigan bo'lsa, men tomondan ham, Abdullajon tomonidan ham pitsa tayyorlashni va'da bergan edik. Lekin biz kutib o'tirmadik. Bizning niyatimiz juda ham yaxshi. Biz xohlaymizki, vatanimiz futbolchilari jahon chempionatida birinchi o'rinni egallasin. Abdullajon, qani bugun qanday pitsa tayyorlaysan? Bugun men senga erkin mavzu bermoqchiman. Ya'niki o'sha bizni trenerlarimiz o'rgatgan pitsani emas, texnologlarimiz o'rgatgan pitsani emas, o'zing mana shu futbolchi bolalarimiz uchun qanday pitsani tayyorlagan bo'larding? Hozir o'zimda yangi bir ideya bor. Xohlasangiz ana shu ideyani, menga farqi yo'q. Xohlang bayroqni qo'ysangiz, bayroqni qo'yib ham pitsa yasab beraveraman. Yo'q, endi bayroqni qo'ymagin, chunki kuni kecha bayroq rasmini haligi molga chizgan bolani ko'rgan bo'lsang kerak. Biz farosatli insonlarmiz, farosatli oshpazlarsiz, men o'ylaymanki, bu yerda bayroq kerak emas. O'zing dilingdagini mana shu yerda ko'rsatasan. Shu o'zbek futbolchilari uchun mana shu jahon chempionatida qandaydir bir motivatsiya bo'lishi uchun bitta chiroyli pitsani bizni Lavash Lab laboratoriyamizda tayyorlab ko'rsatasan. Bo'ldi, hozir siz o'zingiz qarab kuzatib turasiz, ya'ni siz bemalol menga ishonib oshxonada topshirsangiz bo'laveradi. Kelishdik. Qadrli mening aziz kuzatuvchilarim, men-ku professional jurnalistman, lekin oshpazim Abdullajonning o'zini blogi bor, ya'ni YouTube'da blogerlik qiladi, juda ham chiroyli kontentlar tayyorlaydi. Ana shu kontentlarni albatta tomosha qiling, sizga huzur baxsh etadi. Albatta adresini mana shu yerda qoldiramiz. O Abdullajon, bu pitsang ajoyib chiqdi. Qara, bir ishtahani ochadigan bo'libdi. Mana bu maslini, jalapeno, mozzarella umuman boshqacha ta'm beradi-da. Ana endi bu pitsani ikkalamiz iste'mol qilsak, futbolchilarimiz koptoni tep ko'rsa. Nima deysan? Haqiqatan ham bugun biz gapingizga qo'shilaman. Jahon chempionati bo'lib o'tyapti. Bugun o'rtoqlik uchrashuvi. Inshaalloh o'rtoqlik uchrashuvida ham va barcha o'yinlarda O'zbekistonga biz baletchilik qilamiz. Inshaalloh birinchi o'rinni oladi degan umiddamiz. Biz qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Biz o'yindan avval mana shu pitsani tatib ko'rishni o'zimiz xohladik va bundan buyoqqa ham o'yinlar davomida bemalol qilayotgan narslarimizdan ko'rib, tomosha qilib, o'yindan ham bahramand olamiz va qilayotgan taomlarimizdan ham bahramand olamiz. To'g'ri, bizda faqatgina pitsa emas, bizda albatta shaurmani bir necha turlari mavjud. Ajoyib zo'r zakuskalarimiz mavjud. Bundan tashqari bizda ichimliklarimiz juda xilma-xil. Ayniqsa bizni kofeni bu yerdagi aholi juda ham yaxshi ko'radi. Doim agar hisob-kitob qiladigan bo'lsam, eng ko'p mahsulot sotganlarimizdan bitta ko'rinish bu kofe bo'ladi. Shuning uchun qani ketdik, yoqimli ishtaha boshladik. Bismillahirrohmanirrohim.
Hmm. Hmm. Ajoyib. Abdullajon, qo'ling dard ko'rmasin bolam. Qara, ham achchig'i joyida, shirinligi ham joyida. Biz va'da beramiz. Agar bizni futbolchilarimiz yutib chiqsa, Yekaterinburgga tashrif buyursa, bundan ham zo'r, bundan ham ajoyib, bundan ham shirin pitsa tayyorlab beramiz. To'g'rimi Abdullajon? Gapingizga qo'shilaman va bir qancha mahsulotlarimizdan bemalol kelishsa o'zlari ko'rib baho berishadi. Qadrli do'stlar, mana shu nuqtada sizlar bilan xayrlashamiz. Bizni kuzatib boring. Hali aytganimdek, Abdullajonning ham YouTube'dagi kanalini kuzating. Juda ham qiziqarli lavhalar beriladi. Biz esa ishimizni davom ettiramiz. Sog' bo'lasizlar, bizga yoqimli ishtaha, sizga sog'liq. Bu yerda bosib ketdim. Nollandı. Bunu.